Bu bola kimik emas, natural. Faqat yoshligidan u qozonga tushib ketgan. Bochkaga. Bochkaga, o'sha qayla qaynayotgan paytda tushib ketgan. Shundan keyin mana shunaqa chiqib kelgan bu. Bu toshmalari shirinlikdan toshgan. Dib etadi bizlardan aldiydi. Toshma, lekin toshma emas bu, bu shunaqa. Hatta nima ximik chiqib kelgan-da. Ko'p tovuq go'shti. Lekin nima qilgan bo'lsa ham, shunga yarasha mehnat qilgan. Bir xillik o'sha prosta kelmadi, qizdan ko'tib tomosha qilib ketmagan. Shunaqa bolalar ham bor zalda. Bu chisti faqat qilgan, birga turmush qurganmiz, 2 yildan beri. Tan olaman, genetikasi mendan yaxshi. Chunki yosh organizm bu. 20 yosh, men 30 yoshman, 10 yosh farq. Yosh organizm, immunitet genetikasi yaxshi. Lekin xudo xolisa, endi bu musobaqaga chiqadigan shu karyerani ushlaydigan bo'lsa, 5 yil ichida ana shu munchasini olib qo'ya oladi. Agar davom etib ketsa, ko'pchilik buzib tashlash ham mumkin-da, chunki genetikasi vaqti zo'r. Shuning uchun endi ko'ramiz endi. Xudo xolasa.